Qiziljonlar qalaysizlar, tuzimsizlar. Kecha bu buket meni xursand qilgandi. Endi meni farishtamni xursand qilish kerak. Qaranglar, ichini ozgina yegan. Ertalab saharlikda yedim, boya o'g'limga berdim. Hozir endi bozordan mandarin oldim. Emina qizim uchun. Qani, anaqasini reaksiyasini ko'ramiz. Yeyilgan joylarga qo'yib chiqamiz mandarinlarni. Qaranglar, qanaqa chiroyli. Ochma. Och endi. Nima bu? Nimaga o'xshamayapti? Mandaringa. Voy baba. Olinmaydimi? Reaksiyasi yo'qmi buni? Olinadi. Voy deb xursand bo'lmaydimi bu? Reaksiya kutdim, lekin reaksiya yo'q. Namcha qo'ying, suvga anaqa qo'ying. Bitta o'q bilan ikkita quyon urildi-da hozir. Mana xursand bo'ldim, mana qizim ham xursand bo'ldi.